$200 balansga $2200 foyda. Bu bitta narsa orqali qilindi, ya'ni bitta strategiya orqali. Shu strategiyani sizlarga hozir to'liq formatda ko'rsatib o'taman. Qaranglar, biz birinchi navbatda e'tibor qilishimiz kerak narsa razgon qilayotgan holatimizda bizda bitta sell zonamiz bor. Bozor zonamizga chiqdi. Zonamizga chiqishi bilan biz sellga full margin entry qilmaymiz hech qachon. Zonamizga chiqdi, zonamizga testini berdi, reaksiyasini berdi, pastda minimum hosil qilyapti, ozgina ko'taryapti, yana zonaga tegib, o'sha minimumni yechib beryapti bizda. Minimumni yechib bergandan keyin minimum zona sifatida olamiz va bozor sherga atkatini bergan payt sell savdosiga kiramiz. Yaxshiroq riskda. Bu atkat berganda ham bizda minimum yasaydi. Buni pastga buzgandan keyin biz yana bu yerdan dalivkasini qilamiz. Xuddi shu holatda dalivkalar qilib razgon qilishimiz mumkin. Zonaga kirishi bilan full marja tiqib, unaqa narsa xato. Chunki bozor shpilga tashigan chiqqanda sotimizdan silib ketadi. Buni to'liq darsligi bizani Telegram kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Fibonacci'ni boshqa trading bo'yicha darsliklar hammasi Telegram kanalimizda. Savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin.